Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun saboqni boshlaymiz. Demak, kelgan joydan davom ettiramiz. Arifmetik progressiyani boshladik biz o'tgan saboqda. Arifmetik progressiya hamon qasiyatlarini o'tgan edik. Endi bugun saboqimiz arifmetik progressiyaning dastlabki n tahadi yig'indisi. Ya'ni qaralboqcha aytganimizda, arifmetik progressiyaning dastlabki n a'zosining qo'shimchasi deb aytamiz. Endi agarda kim o'tgan saboqda arifmetik progressiyaning shu qasiyatlarini, arifmetik progressiyaning o'zini yaxshi tushunib istagan bo'lsa, demak bu saboq ham yaxshi ketadi bo'lsin. Agar o'tgan saboqda kimda shala bo'lsa, sol qaytadan ko'p chiqdi misollarni degan bo'ladi. Nega desangiz, o'tgan saboqqa bog'lanishli joylar bor. Demak, biz o'tgan saboqimizda arifmetik progressiyada bizga A1 deb berib qo'ygan edi, ham D ni berib qo'ygan edi, ham misol A10 to'liq mumkin edi. Mesela A1 bilan A2 ni berib qo'yib, A10 ni to'liq mumkin. Shunday olib chiqaradi o'tgan saboqimizda. Endi bugungi saboqimizda ol A1, A2 deb a'zolarni adden to'g'ritganimizda, ya'ni qo'shimchasini to'g'ritganmiz. N a'zosini qo'shimchasi, yig'indisi degan qo'shimchasi bor endi. N a'zosini qo'shimchasini to'g'ritganmiz bu saboqimizda. Demak, qarang. Masalan, bizlarga S3 ni to'g'ritib qo'yadi. S3 degan bizat degan. S3 degani A1 plus A2 plus A3 bo'ladi. Ya'ni A1 dan maqsad A3 ga shuni qo'shib chiq deganda u a'zolar. Masalan, S2 degani A1 plus A2 bo'ladi. A2 ga shuni qo'shishimiz kerak. Endi ulug'malik formulalar yozilganda bo'ladi. Formulalar deb aytsa, Sn teng A1 plus A2 plus 2 teraveradi plus oxiri An. Oxiri bilamiz, 10 ba, 15 ba, 20 ba har xil bo'lishi mumkin. So, qo'shsamiz, jayilmasini deb bo'ladi. A1 dan maqsad N ga shuni qo'shibsam, mana Sn deb beradi-da. Ya'ni kitabimizda formula beriladi. Endi general formula qarang, Sn ning general formulasi bor. Sn teng bo'ladi A1 plus An oxirisi bo'lingan 2 ko'paytirilgan n deb qo'yilgan. Endi bu haqda gap chiqyapti desak, agar kimgadir kelib chiquvchi yo'l qiziq bo'lsa, o'tgan saboqda qasiyati bor edi, arifmetik progressiyaning qasiyati bor edi. Qasiyatida masalan A1 dan boshlab A5 ga chiqib qo'shimchasi bor-da bizda. So'ng o'rtasida A3 degan a'zosi bor-da. A3 dan bir qadam oldinda A4 bor, A3 dan bir qadam ortida A2 bor-da. Ya'ni A2 ga A4 ni qo'shganim 2A3 ga teng bo'ladi-da. So'dan gap chiqyapti. Ya'ni oldiga necha qadam oldiga yursam, ortga shuncha qadam ortga qaytsam, ya'ni o'rtada shularning qo'shimchasi o'rtadagisining ikkilanganiga teng bo'laveradi. So'dan gap chiqyapti. Ya'ni birinchi a'zosini oxirgi a'zosini qo'sh, 2 ga bo'l, ya'ni a'zolar sonini qo'yib qo'ying. Ya'ni nerda S5 desa, negada 5 keladi. Negada 5 keladi. Ya'ni S5 degani A1 plus A5 bo'linganiga qo'yilgan 5 degani. Asl formula hisoblamizda keladi. So'xta tushunasizlar. So'dan kelib chiqyapti-da, bu og'izga tushunib ketyapman hozir. Bu jayib yozib ko'rsatmaymiz kerak emas sizlarga. Haqdan kelib chiqqani. Tegna formula bor ekan, bilib qo'ysak, yozib qo'ysak bo'ldi. Demak, general formulamiz o'tgan saboqda bizlar qanday formula bor edi? An teng A1 plus n minus 1 ko'paytirilgan D degan formula bor edi bizda. Arifmetik progressiya. Endi usta An ni men nega olib qo'yaman? Ana nega olib qo'yaman? Na formula bilamiz bor ekan. Nega olib qo'yaman? Bunda Sn teng nega olib qo'ysam A1 ning o'zini plus An ning o'rnini mana olib qo'yaman. Plus A1 plus n minus 1 ko'paytirilgan D bo'lingan 2 ko'paytirilgan n bo'ladi. Endi qarang, A1 dan 2 bo'lib qoldi. Bunda buncha yozib qo'ysam bo'ladi. A1 plus
2A1 болады. 2A1 плюс n-1 көйітірілген d бөлінген 2 көйітірілген n. Мынау біздердің үшінші формуламыз болады. Демек, қараңыз. Енді және S-лер арқылы байланған формула бар. Sn дейді, Sn минус Sn-1 Sn-1 тең болады дейді, сол A1-ге. Енді бұл қақтан кеп шығып жатыр. Қарам, мысалға біздерге беріп қояды, аз мысалларды көреміз, бар есапта, жоқты айтып кетемін. S мысалға 5 беріп қойған болуы мүмкін. S5 минус S4 дейді. Қарам, S5-тен S4-ті айып көрмеді, не болады? Қарам, соны жайып көрсетейін да, сіздерге. S5 деген, есап деген ол A1 плюс A2 плюс A3 плюс A4 плюс A5 кеткен қосындысы емес па енді? S5 деген. 5 саласының қосындысы. Енді S4 сұрап отыр, қарап, S4 жайы. A1 плюс A2 плюс A3 плюс A4 кешкім болады, е? Енді қарап, яндап қалу үшін S-ның индексінің неше тұтты? Енді сонша ағзасының қосындысы болады. 4 кешкім барымыз керек. Қарап, система дейді, системаны айып көреміз, не болады? S4 S5-тен айырамыз S4-ті. Яғни жоғарысын төменін айырамыз да. Не болады? Қарап, айырсам A1-ді қысарып кетеді, A2-ді қысарып кетеді, A3-ді қысарып кетеді, A4-ді қысарып кетеді. Ақырында S5 A5-ке қарасы жоқ қой. Онда A5-дің өз алып қояды екен да. Яғни мына форма содан келіп жатыр. Sn-нан бір ағзасын айырсам, Sn-1-ді A1 кеп шығады. Яғни мынада осында ғой. Мысалға, n-ға 5 тап көріп, S5 минус S4 тең, мынайды бір деп кеткен, n болады, n. n-ға 5 тап көріп, 5 минус 4 S4 тең A4 A5-ке тең болады. Бұлан содан келіп жатыр. 5, 4, 5. 5, 4, 5 болады ғой. Содан кеп шығады да. Мына формулада әзір керек болады мысалдарда. Демек, енді тағы бір формула бар. Неге жазып кетсем болатынша. Қарам. N тең болады дейді. Қарам. N деген бұл ағзалар саны, ja? N деген ағзалар саны. Ағзалар санын табу формуласы бар екен. AN минус A1 бөлінген D плюс 1. Және формула. Біздер үшін. Азынан мысалларда келіп, зәттеге айтып кетеміз. N деген ағзалар қосын ағзалар саны еді. Демек, әзірге формулалар сұлар. Сұлардан пайдаланып, есаптарды көріп шығамыз. Мысалlarımızı көріп басаймыз. Бірінші мысалдан басайық. Ikkinchi va 19-chi xatlari yig'indisi 12 ga teng debdi. 12 ga teng bo'lgan arifmetik progressiyaning dastlabki 20 ta xati yig'indisi deb atadi. Dastlabki 20 ta xatisi deydi. Birinchi so'rov. Ikkinchi va 19-chi xat. Ikkinchi degani A2 plus A19 deydi. Qosindisi 12 ga teng deb atadi. Ya'ni ikkinchi va 19-chi xatlar yig'indisi 12 ga teng deydi. Bo'lgan arifmetik progressiyaning dastlabki 20 ta xat yig'indisi. Dastlabki 20 a'zosining qo'shimchasini so'rayapti. Ya'ni S 20 ni so'rayotgan ekan da deb teng bo'ladi. Endi boshqa hisob berilmagan, D berilmagan, A1 berilmagan. Mana S20 degan. Qara, S20 ning formulasi qanday bo'ladi? Ya'ni Sn degan deydi. S20 teng. Ya'ni birinchi a'zosi A1 plus AN bo'ladi, nima u? AN so endi 20 ga teng.
A20 bölüngen 2 көбейтілген n болатын еді, жаңа формула бар еді осындай. Енді n деген соң неше кетеді? Мынау 20-ға тең болады. Бағана айтып кеткен, енді n неше болса, мына жақта ағзалар саны n-лардың орнына сол салы кіріп келеді деп айту керек, оны. Соның үшін 20 кіріп келеді деген. Міне, S20 деген формуласы осындай екен. Енді өткен сабақта қасиеті бар еді. Арифметик прогрессияның қасиетін айтайын жаңа. Қараңыз, индекстан қосып қойып, 2-ге 19 қоссам 21, 1-ге 20-ны қоссам 21 болады. Яғни индекс сан қосындысы тең шығады, онда осы сан тең болып тұрған санды неге әкеліп қойсам болады. Тең, жазып кетейік. 12 бөлінген 2 көбейтілген 10. Дұрыс па? Яғни соған тең ғой бір-біріне. Осы әкеліп қоямыз. Қысқартсақ, 6 болады. 6 көбейту 10, 60. S20-мыз 60-ға тең болады екен. Demek, екінші сұрау. Екінші сұрауды не oldu? 100'den katta bo'lmagan deydi. 3'ga karrali barcha natural sonlar yig'indisini toping debdi. 100'den ulkan bo'lmagan 3'ga yeseli deydi-da. Sol 3'ga yeseli sonlarning qo'shimchasini so'radi. Ya'ni 100'den ulkan bo'lmagan deydi. Bunda 3'ga yeseli degani 3'ga bo'linadigan sonlarda, ya'ni 3'ga bo'linadigan sonlar birinchisi Bizet natural sonlar birinchi iyimiz. 3'ten başlandı. 3, 6, 9, 12, 2 veredi arjağını. Ahırı neçede toktaydı o? 100'ge eşkim deyatır. 100'ge eşkim deyse onda 99'da toktamayı mı? Yani 3'ge bölünedi nasıl? Endi mine qarang. 3, 6, 9, 12 progressiya bular. Yani 3'ge artıp baratgan jo'q ba? Progressiya bular. Demek, ayırması bizden zaten yani 3'ge teң, da 3'ge teң. Жазып қойсам болады bunu. Da teң 3'ten. Енді осылардың қосындысын табыңыз. 3'ten başlап 99'ға шыққан санлардың қосындысын табып сұрап. Онда нерде неше ағзасы бар? Бірінші ағзалар санын тауып алайық. N деген формула бар еді. Оны n тең an плюс an минус a1 бөлінген 2 көбейтілген қосылған 1 деген формула бар еді. Енді an біз деген затқа тең. An деген 99 емес, ақырғы ағзасы. 99 минус бірінші ағзасы a1 3-ге тең. Бөлінген 2 месе d еді. Адасып кеттім өзір. D енді сіздерде 3-ге тең емес міне. 3-ге артып батыр ғой. Плюс 1. Жоғары 99. 96 var. 96'ını 3'e bölsem 32, 1'de koysam 33. Yani bizde en azası 33'e teң. Nerede 33 azası var? 3, 6, 9, 12 kete verdi. 99 başladım. 33 qo'shindi var ekan da. 33 azası qo'shindisi 33'e teң. Endi tavib oldim 33'e teң. Endi qarang. Demek bizde onda S33'te so'rayotgan ekanda. S33 nisbatan teң bo'ladi. Sen 33 azası var mı? S33 teң A1 plus AN bölüngen 2 көбейтілген N деген формула бар еді. Енді SN. Енді бізде N 33-ге тең болған үшін S33 деймін тең болады. A1 бізде 3-ге тең. Плюс AN 99-ға тең. Bölüngen 2 көбейтілген ағзалар саны 33 жаңа таудық, 33 екен. Тең 99-ға 3-ті қоссам 102 болады, 102-нің ярымы 51 көбейтілген 33. Оласына көбейтесі, сол шыққан саны болады. Keyin so'rab o'tamiz. 6-so'rov. So'rovda aytadi. Hadlari xn teң deb bunday formula berib qo'ydi-da. Xn teң
4n plus 1. 4n plus 5 ekan. 4n plus 5. Formula bilan berilgan ketma-ketlikning dastlabki 30 ta xadi yig'indisini toping deb. 30 ta xadi deydi. 30 a'zosini qo'shimcha deganda, ya'ni S 30 so'rayotgan bo'ladi bizga. Ya'ni a'zolar soni qanday deb bizga berib qo'ymayotganda, masalan S 30 dedimi? Ya'ni a'zolari 30 bo'ladi. N 30 ga teng bo'ladi bu yerda. S n dedimi? Unda a'zolar soni n bo'ladi. Shunday. Endi qarang. Arifmetik progressiyaning formulasini berib qo'yibdi-da bizga. Ya'ni arifmetik progressiya formulasi emas, qanday n ga qanday sanalsang, hozir arifmetik progressiya paydo bo'ladi deb aytadi-da. Qo'yibdi. Ya'ni buni xn degani negizi an deb o'qisam bo'ladi. Ya'ni arifmetik progressiya bo'lishi uchun tek an bo'lishi kerak emas. Boshqa arifmetik belgilansada izbezlik arifmetik progressiyami unda an bo'lama, xn bo'lama, yn bo'lama arifmetik progressiya bo'laveradi. Ya'ni qo'shimcha bo'ladi, izbezligi arifmetik progressiya bo'lsa bo'ldi. Bunda bizga S30 so'rayapti. S30 ning formulasini yozib qo'yish. Bizlarga kerak bo'ladi. S30 teng A1 ga A30 ni qo'shaman. Bo'laman 2 ga qo'yitaman n 30 ga teng emas bu. 30. Endi bunda bizga A1 kerak ekan, A30 kerak ekan, a'zolar soni bor. Buni da formuladan topib olamiz. A1 bilan A30 formuladan topib. Buning uchun n ga 1 olamanda, n ga 1 olsam da formulaga x1 paydo bo'lmaymi? Ya'ni A1 deganda u x1 teng 4 qo'yilgan 1 plus 5. Javobi 9 bo'layotgan. Endi men A30 kerak. A30 topish uchun n ga men 30 olaman. To'g'rimi? Bunda x30 teng, ya'ni A30 bo'ladi. 4 qo'yilgan 30 plus 5. Qo'yitsam 125 bo'ladi. 125. Mana x1 olib, x30 olib. Ya'ni A1 men A30 olibda, endi formulaga kelib qo'ysam bo'ladi. A1 9 ga teng plus A30 125 ga teng bo'lingan 2 qo'yitilgan 30. Hisoblab ko'ramiz. 125 ga 9 olsam 134 ya. 134 ning yarmi 67 bo'ladi joyi. Qo'yitilgan 30. Qo'ysak 2010 bo'ladi dedi. Qanday? Xullas qo'yibmiz-da. Demak, keyingi savol. Yettinchi savolga o'yib qarang. Xn arifmetik progressiyaning dastlabki n ta xadi yig'indisi 120 ga teng debdi. Dastlabki n ta xadi. Sn nemiz bo'ldi. Dastlabki n ta xadi yig'indisi 120 ga teng debdi. Sn 120 ga teng. Agar deydi x3 plus xn minus 2 teng 30 bo'lsa, yig'indida nechta xat qatnashgan debdi. Bizga qanday formula berib qo'yibdi-da? x3 minus plus xn minus 2 teng deydi 30 deydi. 30 ga teng bo'lsa, bizga n ni so'rayapti. Yo'q, suratlar berilgan ekan. N ni so'rayapti. A'zolar soni necha ekanini bilamiz kerak-da. Demak, qarang. Sn ning formulasini yozaman aytdim. Sn teng Sn deb yozaymi-da? Qarang. Sn ning formulasi birinchi a'zosi A1 qo'shuv An qanday yoziladi? Bo'lingan 2 qo'yitilgan n. So Sn ga teng emas bu. Sn bizga nima teng? 120 ga teng. Akib qo'ydim buni. Endi qarang, indekslarni qo'shib ko'raman. 1 ga n qo'shsam 1 plus n bo'ladi. Endi buning indeksini qo'shib ko'raman. 3 ga qo'shaman n minus 2 ni. Ya'ni n ga san yo'q. Ya'ni n yo'q boshqa. N 3 ga minus 2 ni qo'shsam plus 1 bo'ladi. N plus 1. Buning indeksini qo'shsam n plus 1 bo'ladi. Unda mana akib qo'ysam bo'ladi ekan. Nega?
30 bölüngen 2 көбейтілген n тең 120 бола ма? Яғни төбеде теңеліп ғой, астында бірі бар. Мынаны қысқартсам, 2 30-ға қысқарады, мына 4 болып қалады. Екіні пропорциялы жесем, n тең 8 болады. Keyingi so'rov o'tamiz. 9-so'rov. O'g'irli shaklidagi to'sinlar ustma-ust taxlangan. Birinchi taxlamda 10 ta, ikkinchisida 9 ta va hokazo oxirgi taxlamda bitta to'sin bor. Taxlamda nechta to'sin bor deb. Ya'ni biz oldin ko'rganmiz, bu filmlarda bo'ladi, ag'achlarni qista, endi shag'uvga taqab qo'yadi edi. Misol filmda ko'rgan chiqasiz. Shunday deb-da, qarang. Nechinchi so'rov 9 bo'ldi. 9-so'rov. Qarang. G'o'la degan, endi ag'achlarda to'moq qadim. O'tinga aylanadi. Bunday taxlangan ekan-da bu. Oxirida birovi bor. Ya'ni buna birinchisinde 10 ag'ach bor deydi aslında. Keyingisinde 9 deydi. Ketaveradi, oxirida bir ag'ach bor deydi. Shunday. Endi usi taxlamda necha ag'ach bor deyapti-da, o'shadan deb piramida deb o'tiribdi-da bu. So'ng umuman ag'achlar soni necha deyapti. Unda 10 ga chiqib borgan ekan, bizlarda unda S 10 ni so'ratgan bo'ldi, unda ya, tursa. Unda qarang. Birinchi ag'zasi A1 desam bo'lmaymi? A1 1 ga teng. A10 10 ga teng bo'ladi. Unda A1 ning o'rnina 1 qo'yaman, plus AN ning o'rnina 10 qo'yaman. Bo'lingan 2 ko'ytirilgan, nerede necha bo'lsa, nerede hisob bo'ladi degan 10 ag'zasi bor, buni birdan bo'lsa 10 ga chiqib 10 ag'zasi bor deganida. Demak, usti beti 11. Nominal qisqartsam, nerede 5 qoladi? Ko'ytirilgan 5. 55 ga teng. Ya'ni nerede 55 ag'ach bor ekanda. Keyingi so'rov o'tamiz. Kichkina o'zingiz bo'lib qolibdi. Demak, 10-so'rovda 10-so'rov allarga so'ytgan almaslarni. Demak, 11 ham oldingiday 12. 12 ni ko'ring. Dastlabki 7 ta xadi yig'indisi deydi. Dastlabki 7 ta xadi S7 deganimiz-ku. S7 bu yerda -266 lar teng bo'lar. Dastlabki 8 ta xadi yig'indisi -312 ga teng. Dastlabki 8 ta xadi degan S8 -317 ga teng bo'lsa va xadlar ayirmasi -2 ga teng. Xadlar ayirmasi degan bilamiz-ku. D teng -2 ga teng bo'lar. Bizlardan so'rayapti. Bo'lgan arifmetikaga kelsangiz, birinchi xadni toping debdi. Birinchi xadi A1 emas-ku. A1 so'rayotgan ekanmiz. Diqqating bo'ldi. Endi ustozlar berdi. Bizga ba'zan aytib ketavergan S'lar orqali baylangan formulasi bor. Shasib berdik. So'ng misolda kelsa o'rgatamiz. Endi sol qarang. S8 ga ayiraman S7 ni. Ba'zan endi beradi edi. A8 beraymi? Ya'ni Sn dan ayiradigan Sn-1 da ba'zan formulada An deb bitmaydi. Ya'ni bu yerda 8, 7, 8. N-1 M bo'ladi bu formulada. Buni shunday o'tibdi. Ya'ni S8 degani S8 ga chiqqan sonlarning qo'shimchasi, a'zolarning qo'shimchasi, S7 degan 7 ga chiqqan bo'lgan a'zolar qo'shimchasi. Ya'ni ayirib bersam, S8 dan S7 ni ayırsam, A1 dan A7 ga chiqqan barcha hisob ketdi, oxirida A8 deb qo'yadi. Nasıl A8? Endi qo'yaman o'rniga. A8 berdi, -312 ga teng, -312 minus S7'miz -266 ga teng. 2 minus 1 çok ketdimi? 266 ga teng. A8. O'sha yerda A8 qo'ysam bo'ladi. A8 teng bo'ladi. Ayirsam minus chiqadi. 66 12. 46 bo'ladi. Minus 46. Endi bizlardan A1 so'rayapti. A1 da A8 orqali baylantiraman.
A1 тең болатын еді. A8 минус 7D болатын еді. Яғни айырсам A1-ді береді. Демек, A8 нетқа тең? A8 минус 46-ға тең. Минус 7 көбейтілген. Дайымыз берілген еді. Баста бізге беріліп қойды. Да минус 2-ге тең дейді. Көбейтілген 2 деймін де минусын алды шығармын. Демек, 46, 14 қоссам 32 бола ма? Минус 32 болады. Минус 32-ге тең болады екен. Он 8 сұрақ алды, жаңа қараймыз. Уақыт кетірмеу үшін жазып алдық. Демек, арифметик прогрессияда dastlabki n-ta xadirning yig'indisi Sn, ya'ni na formulaмен berilib жатыр. Uning 10-xadini toping. A10-ni so'rayotgan ekanda. Bular bag'ana formuladagidek S/A formulasi bor edi. Shunday topamiz. Ya'ni A10ni topish uchun men n ga 10 olaman. N teң 10 deb olaman. N o'rnina 10 qo'yishim. Shunda S10 ga chiqaman menda. S10 teң 10'da koysam 10'ның kvadratı oluyor. 10 100'ge teң. S10'da topdim. N'ga 10 koydum. N'ga men 9'da koyamın. Sebebini түсіндірем, неге 10'da koyapman, неге 9'da koyapman. S9 teң 9'ның kvadratı oluyor. 81'ge teң. Yani endi S10'dan S9'da artacaqsam, Z payda bo'ladi. S10'dan S9'da ayıraman. Bizde A10'da beradi. Bağlandı. Yani aynen sallar topatpın. Mesela nege aynen 10 men 9 topatpın. Nege 11 men 10 topatkan жоқпын. Men ayırsam ne koyayım? A10'da beradi de so'rayotgan zatni daryo topaman so'qdim. Yani S10 zatga teң men жаңа topdim. 100'ge teң ayıraman 9'da. То есть 81 kvadrat oldu. A10 болады. Сонда bizde A10 teң болады. Ayırsam 10 9'ga teң болады. A10 19'ga teң. Demek, 24-cü soruğa qaraymiz. 24-cü soruda bunday tenglik berilgan bizga osunda. Bizde n soru vardır. Demek, hammasının aslında 100 var ekan. Onda ulman bölüm alıp 100 berib bo'ladi. 100 üstü beti 1 plus 2 plus ketaveradi plus n geçkin var ekan. Teң 100 n. Dұрыс Endi, mana 100'ni naqa qo'yib ko'ring. Сөйтіп üstü betini qarang. Üstü beti 1'den boshlab n geçkin qo'shilsa, 1 2 3 4 5 axir ketaveradi. Сол n topiladi. Bunda üstü beti progressiya emasmi? Birinchi a'zosi 1 plus axir a'zosi ulkan n. A1 plus a n deydi qo'y. A-ning n qachon teң. A1'imiz 1'ga teң. Bo'lingan 2 ko'paytirilgan n deydiga necha a'zosi bor shu? Ya'ni n a'zosi bor. N teң. Ustidan naqa qo'yib ko'rsam 100 ko'paytirilgan 100. Ko'paytirilgan n. Dұрыс Endi n yuqorisini qo'yiladi. So'ng shunda bir siziqlarga sarg'a bo'ladi. Bunda 1 plus n teң 2'ni qo'yib bersam, mana o'zi 10 ming bo'ladi. 12 ga qo'ysam 20 ming bo'lmaymi? Bunda n teң bunaqa minus qo'yib 19.999 bo'ladi. Demek n 19.999'ga teң ekan. Şimdi 9. soruya qaraymiz. Şimdi 9'da A1 A dedim. A birincisi YK plus YK İkincisi 3A plus 4 3A plus 4 2 ketavergan. Ketma-ketlikning dastlabki 10 ta xadi deydi. Yig'indisi
255'ga teng A'ning qiymatini toping debdi. Ketma-ketlikni dastlab 10 ta hadya qilsa, ya'ni S10 deydi. S10 bizada dastlabki yig'insa 255 ga teng debdi. 255 ga teng bo'lsa, A'ni toping debdi. Bizdan A'ni so'ramoqdir. Demak, bizda A1 bariga, bizga birinchi a'zosi bor, A1 bor, A2 bor. Sizlarni dan toping. Ya'ni A2'den A1'da ayırsam bana dını veradi de. A2 2A plus 2 ayıramın A1'den. A'ga teng, sol d. D teng bo'ladi. 2A'dan A'ni ayırsam A plus 2 teng bo'ladi. Dını topib oldim. D teng A plus 2 teng ekan. Endi qarang. Bizga bag'ana formula bor edi. Sn teng A1 plus An bo'lingan 2 ko'paytirilgan n degan formuladan foydalantirgan ko'raman. Endi buning uchun bizlarga An bor edi vaqtda bizda. Endi bizda hozir oxirgi asosini bilamiz, qarang. Toshka degan 3 toshka degan izimda ketaveradi degan. Oxirgi asosini bilamiz, ya'ni An'da bilamiz endi belgisiz. Ya'ni n'dan bilamiz hozir endi. Ishga ketgan. Ya n 10 ga teng qo'yildi. A1 bor. An belgisiz bo'lib qoldi. Çok tavqim bo'lib qoldi. Ya'ni ikkinchi formulasi bor edi. Qanday formula edi? S'ning ikkinchi formulasi. Ya'ni 2A1 plus n minus 1 ko'paytirilgan d bo'lingan 2 ko'paytirilgan n degan formula bor edi. Buni yana eslab bergan misollarda. Demak, qanday qilindi? Qaysi formulani qayerda eslatish kerak ekanini bilib oldim. Bizlarda oxirgi a'zosini bilamiz ba? Onda buna S'ning formulasini septimiz kerak. Ya'ni n bor yerda, A1 bor belgilangan. D bor topsak bo'ldi. Sn topib oldi. Agar oxirgi a'zosini bilamiz, birinchi a'zosini biladigan bo'lsak, bag'ana formulani bilib islatamiz. A1 plus An bo'lingan 2 ko'paytirilgan n degan formula bor edi. So'ng islatsak bo'ladi. Endi S'lar raqam bilan formulasini mana bir hisob ko'rdik. Bu tushunarli. Nima ko'rmaydi? Endi onda men S10 qani yozib o'tiraman, mana yozib qo'yaman. 2 ko'paytirilgan A1. A1 menga A'ga teng. A plus n minus 1 deydi. N minus 1 degani, ya'ni men S10 da topib o'tgan jo'qman. 10 dan 1 dayarsam 9 ko'paytirilgan D. D ham naqan teng. A plus 2 bo'lingan 2 ko'paytirilgan n. N'im menda 10 ga teng. Usta общий teng bo'ladi. Menda basta S 10 berganda 255 ga teng. Shunday gap bor. 255. Bo'ldi. Sizga A'ni topib bo'ldi, tenglamadi. Demak, qara. Jo'xanashi 2A plus 9A plus 18. Nominal qisqartirdik. Ko'ydirilgan 5 teng 225 ga. Do'stlar, nominal qisqartirdik. 5 ga qisqartirsam 101 bo'laman. Qo'shaman 11A neredeyse qolmadi. Teng 18 o'rniga ham minus o'tkazaman. 101 dan 18 ayrsam. Shunga şey bo'ladi. 33 bo'ladi joyi. 51 dan 18 ayrsam. Onda A teng 3 ga teng bo'ladi ekan. Demek, bugun salam so'z jumag'idan jetdi. Xo'sh, sog' salomat bo'ling.